meni ota-onalarim qiyinchilik vaqtida Rossiyadan bu yerga ko'chib kelgan. Yana qanchadir vaqt o'tgandan keyin urush boshlanib ketgan. Shunda men tug'ilganman. Mendan keyin yana singlim ham bor edi. Otamni urushga olib ketdilar. Endi urush tamom bo'lgandan keyin taxminan yozlarning oxirlarida otam urushdan keldi. Shu yerdagi 7 yillik 5-maktab bor. O'zbek tilida o'qiy boshladim. O'sha vaqtlarda hayot juda og'ir edi. Kiyim-kechak masalasi, bittagina uyda kiyadigan ko'ylaklarimiz, bittagina ishga kiyib boradigan ko'ylaklarimiz bo'lar edi. Uylar past-tapgina, kichkinagina, 2 xonali, 1 xonali, shipi boshqa tegadigan, enkayib kirardik uyga. Mana shunday holatda yashaganmiz. Endi hozirgi davrni o'sha vaqtga solishtirishning iloji yo'q. Solishtirish mumkin emas. Hozir hamma narsa bor. Non yeganimizcha, istaganimizcha. Xudoga shukr. Hozirgi bolalar shunday rivojlangan, shunday bilimdon. Mana IT sohasida qancha mutaxassislar уже yetishib chiqdi уже. Bozorga kirsangiz ko'nglimiz yayraydi. Men endi shu uzoq umrim davomida ko'p yillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishladim. Samarqand davlat universitetining o'zbek tili va adabiyoti fakultetiga o'qishga kirdim. Bu fakultetni bitirdim. Hozirgi hayotdan qalbim to'lib xursandman. Nimaga deng? Hamma narsa to'kin. Bozorga borsangiz bozor to'la. Hamma narsa bor. Endi har kun televizor ko'raman. Bizning prezidentimizga qoyil qolaman. U odam charchamaydi. Qarang. Har kun bir sohaning xodimlarini yig'ib, ular bilan gaplashadi. Onlayn ham nima yuzma-yuz. Har kun har xil problemalarni ko'taradi. Endi u kishi ko'tarmagan soha qolmadi. Hamma sohada har kun bir sohani analiz qiladilar. Topshiriq beradi kerakli odamlarga. So'raydi nima bo'lganini. Qurilishni-chi? Qarang, osmon o'tar uylar. Avval 2 etajli uylar ham yo'q edi yetchiydi. Hozir 16, undan ziyod etajli uylar bor. Kecha televizordan ko'rsatdim. Bir bechora ayollarga davlat uy bergan. Bepul bergan, davlat hisobidan bergan. Ko'zlarida yosh bilan, xursandchilik bilan o'zlarining minnatdorligini izhor qilyapti. Endi men ham baxtliman. Xudoga shukr. Mana millatchilik masalasi mening oldimda bo'lmagan. Problema bo'lmagan hech qachon. Qaynonam bo'lardi. O'zbek yigitga turmushga chiqqanman-da. Qaynonam endi qishloq ayoli. Biron joyga to'yga birga borsak, men endi ruscha kiyinganman. Menga o'zbekcha kiyin degan emas. Ruscha kiyinganman. Biron joyga borsak, uyga kirgandan, o'tirgandan, omin qilgandan meni tanishtirardi qaynonam. Bu Va'da mening kelinim. Bo'ldi, savol bo'lmasdi boshqa. Oilada juda inoq yashardik. Bir-birimizni hurmat qilardik. O'tgan umrimdan juda roziman. 3 ta bolam bor. Bizning prezidentimiz aholining hamma qismlariga katta ahamiyat beradi. Ayniqsa keksalarga. Keksalarning pensiyasini dam-dam har yil oshirib bordi shu vaqtgacha. Hali ham oshirish masalasida o'ylab yuribdi deb o'ylayman. Pensionerlarga masalan ishlashni xohlasa,
ham oyligini oladi, ham pensiyasini oladi. Pensiyani plastikka bergan vaqtda o'zim ham qanday bu bilan qanday muomala qilishni bilmasdim. Shunday qiynalardim, o'ylanib qolardim, nima qilaman ekan, qanday qilaman ekan deb. Hozir keyin shunday vaqtlar bo'ldiki, pensiya yo'q. 2 oy, 3 oy, 4 oy, ba'zida 5 oylab pensiya yo'q. Pul yo'q, nalichniy pul yo'q. Hozir odamlar millionlab pensiya olayapti, lekin pul kamaygani yo'q. Pul qancha xohlasangiz shuncha bor. Xudoga shukr, hozir gazimiz ham, svetimiz ham o'chmayapti. Aholining 60% yoshlar. Yoshlar, hozirgi yoshlarga hamma sharoitlar bor. Davlat maktablari bor, xususiy maktablar bor. O'qituvchilar hammasi oliy ma'lumotli. Bizlar o'qigan vaqtimizda oliy ma'lumotli o'qituvchilar bitta-ikkita bo'lardi. Texnikumni bitirgan o'qituvchilar dars berardi. U bizning zamonimizda 3 ta institut bo'lardi. Hozir institutlarning sonini sanab berish qiyin.